telefoningiz borligini ham esingizdan chiqarib qo'yadigan kitoblar seriyasi. Kitoblarning nomini videoni oxirida aytib ketaman. 4 ta qismli kitob. Spoiler, seriali qotillar haqida o'qish yaxshi ko'radiganlar shu kitoblardan sizlar uchun. 5 ta yoshligida qanaqadir voqea sababli qobiliyatga ega bo'lib qolgan o'smirlar bo'ladi va u o'smirlarni FBR agentlari ishga yollaydi desa ham bo'ladi. Ularning ikkitasi profaylerlar bo'ladi. Profaylerlar qisqacha qilib aytganda odam ko'rganda bittada ularning psixologik portretini tuzadigan odamlar. Ya'ni siz bitta ko'rganda siz qanaqa kofeni yaxshi ko'rasiz yoki kofe umuman ichasizmi, ichmaysizmi, qayerdadir o'qiysizmi, ishlaysizmi, o'shani bitta ko'rganda bilib oladi butunlay. Odam yuzidan, mimikalaridan, o'zini qanaqa tutishiga qarab bittada nimani his qilayotganini biladi. Bittasi tirik yolg'onlar detektori. Bu qiz odam yolg'on gapiryaptimi, rost gapiryaptimi bittada ajratadi. Bitta oxirgi qiz tirik ensiklopediya. Ya'ni u hamma narsani biladi, bilmagan narsasini o'zi yo'q, geniy desa ham bo'ladi. Sizlarga butun syujetni aytib bermadim, shunchaki qahramonlar haqida gapirib berdim. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, bu qahramonlarni o'sha ish jarayonida, jinoyatchilarni tutish jarayonida ko'rsanglar, qanaqa qiziq jarayon bo'ladi. Kitobning nomi The Naturals. Rus tilida naturali. Kitob sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikrlarini qoldirib ketinglar va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.